Davom etamiz. Qoraqalpog'istondagi temir yo'l chegara bojxona postida bojxona xodimlari tomonidan vagonlarga yashirilgan muvofiqlik sertifikatlari bo'lmagan noqonuniy tibbiy buyumlar to'xtatib qolindi. Tamara Jumaniyozova batafsil so'z yuritadi. Xorijga chiqishni rejalashtirgan fuqaro borki, deklaratsiya degan so'zga duch keladi. Bojxona tizimida keng qo'llaniladigan bu tushuncha tovarlar va transport vositalari to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni bojxona organlariga ma'lum qilishni bildiradi. Bojxona deklaratsiyasi bu bojxona nazorati maqsadlari uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar ko'rsatilgan hujjatdir. Chet mamlakatlarga tez-tez chiqib turadigan fuqarolarimiz bu bo'yicha yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lishlariga qaramay, yurtimizning chegara bojxona postlarida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yoki so'rov vaqtida aytilmagan yuklarning kirib kelish holatlari aniqlanayotgani achinarli hol albatta. Ana shunday qonun buzilish holatlarining biri Qoraqalpog'iston temir yo'l chegara bojxona postida aniqlangan bo'lib, bunda Volgograd-Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi poyezd vagonlarida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yozib ko'rsatilmagan tish davolashda foydalaniladigan implant va asbob uskunalar 7-sonli vagonning hojatxona tepa, ya'ni ventilyatsiya qismida hamda ushbu tarkibning 12-sonli vagonning kupe tepa shaxta qismlarida xufiyona tarzda yashirilganligi fosh bo'ldi. Ushbu holatlar yuzasidan sud tovarshunoslik ekspertizasi tayinlangan bo'lib, ekspertiza tadqiqotini o'tkazish O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Hadicha Sulaymonova nomidagi sud ekspertiza markazi ekspertlari zimmasiga yuklatilgan bo'lib, ular bergan ekspertiza xulosasida jami 3606 dona tibbiyot buyumlarining bugungi kundagi bozor bahosi 1,839 million so'mni tashkil qilishi aniqlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, daliliy ashyo sifatida olingan 45 turdagi 3606 dona tibbiyot buyumlari O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi davlat muassasasiga yuborilib, berilgan xulosaga ko'ra ushbu tibbiy buyumlarga muvofiqlik sertifikatlari rasmiylashtirilmaganligi sababli tibbiyot amaliyotida qo'llanilganida inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkinligi ma'lum qilingan hamda saqlash, sotish, tashish va tibbiyot amaliyotida qo'llash taqiqlanganligi tasdiqlandi. Ushbu holat yuzasidan tovarlarni bojxona nazoratidan yashirgan, hech qanday sertifikati bo'lmagan, olib o'tish standartlariga javob bermaydigan va inson salomatligiga ziyon keltiruvchi holda olib kirmoqchi bo'lgan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 182-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tegishli organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.